Do'stlar, bugun biz Dubaydagi o'sha eng mashhur IFSA kompaniyasiga kelganmiz. Bu yerda Dubayda 65 mingdan ziyod kompaniyalar ro'yxatdan o'tgan. Hozir bu yerga kiramiz va bu yerdagi eng katta ish boshqaruvchi bilan intervyu o'tkazamiz. IFSA korporatsiyasini bosh menejeri bilan turibmiz, David, va biz Davidga hozir eng qiziqarli bo'lgan savollarni beramiz. Hi David. Hey, how's it going? Yes, good. So, there's a myth online. Internetda shunday mishmishlar yuradi. 80% kompaniyalar ochilganidan keyin 2 yil davomida yopilib ketadi. Bu qanchalik to'g'ri? Bu to'liq haqiqat emas. Aslida IFSAda litsenziyalarimizning yangilanish darajasi taxminan 75% dan yuqori deb aytgan bo'lardim. Buning sababi shundaki, biz hamkorlarimiz bilan juda yaqin ishlaymiz va mijozlarga kompaniyalarini qonunga mos ravishda ochishda yordam beramiz. Shuningdek, ularga bank hisoblarini ochish jarayonida ham ko'maklashamiz. 5 yillik emas, 10 yillik emas, balki butun umrlik bepul vizaga ega bo'lasiz. Dubayda siz o'z biznesingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring va biz sizga aloqaga chiqamiz.